Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yine 3 yil bo'ldi Esen Invest Xorazm filiali Urganch tumanida o'z faoliyatini ko'rsatib keladi. Mana ko'pchilik Xorazmli, Qoraqalpoqli fermerlarimiz, dehqonlarimiz biladi. Ko'psini texnika yetirib berganmiz. Shundan adreslarimizni bir tushuntirib o'tamiz. Toza obuna bo'lgan kanalimizga hamda toza fermer, dehqonchilik bilan shug'ullanajak mijozlarimiz uchun adreslarimiz Urganch shahridan chiqib Beruniy tumanina baravarishda, Urganch shahridan chiqqandan keyin 1,5 kilometr yurgandan keyin yo'lning o'ng tarafida bo'lamiz. Dimom Xorazmcha qisqacha so'zlaydigan bo'lsak, Chalish yo'lida Urganchdan chiqqandan keyin Chalish posyolkasiga yetmay yo'lning o'ng tarafida bo'lamiz. Yine ko'rib turganlaringizdek bizda surum uchun, pritsep tortish uchun, kul tavosi uchun barcha turdagi traktorlar bizda sotuvda mavjud. Ushbu traktorlarimizni siz bemalol lizing, pritsena naqd pul asosida sotib olishlaringiz mumkin. Baholari Toshkent bilan bir xil. Даже 100% to'lab olaman desangiz, Toshkentnikidan ham arzon etib beramiz. Даже Toshkentda bunday skidka etib beravermaydi. Toshkentga borib kelib yo'l puli yo'qotib yurganda, lutchi bizlarga kelinglar, Toshkentdan ham arzon etib beramiz. 1 soat 2 soat ichida traktorning egasi bo'lib ketasiz, yo'l puli zato kelsangiz qoladi. Eng arzon traktor bizda, keyin boshqalarda. Yine Xorazm filialidan klientlerimiz öz traktorlarını alıp çıkıp getip batırlar. Yani bu klientimiz yine xalab koyu aldılar. Usta, traktora gap yok mu? İşi izler bitirdik mi? Evvelki sabah lazeri kartı ekledik. Bu amışları yaptık da yaxşı gap yok. Sizinizle rahmet. Sizem rahmet ha. İlayim keyingi teknikeler amanında uçuraşalı. Bir anda bir klientimiz yine 10-25-2 aldı. Zor taraftır ekan. Yarım saatda ham ishlarimizni bitirdilar, xudo xolasa. Shu O'zbekistonliklarning hammasini deyman, shuning keyingiga olish nasib etsin Xudoyim. Kelib yana Urganchdan bu idoraning odi Esen Invest. Esen Investga kelavaylar, xudo xolasa. Moment ishlaringizni bitirib beradilar, xudo xolasa. Sizem rahmet ha. Gelavering sizem teknik amaga.